va'dasidan yenib boqqan. U Alini muvofiq ko'rmagan bo'lsa, bu to'yga hargiz qo'shilmaydi. Dadangizning sizga amroqligini obdan bilasiz, qizim. Agar dadangizning fikriga qarshi chiqsangiz, u nim bo'lib ketadi. Yaxshi o'ylanib beqing. Bir necha kundan keyin sizning to'yingiz bo'ladi. Tayyorlik qilib qo'ying. Men chiqay. Acayip yaxshi bo'ldi. Necha topni kirgizayaptın? Agar siz bo'lgan bo'lsangiz, texmi jiq topni kirgizayotgan bo'lardin. Bo'ldi qilin. O'yin o'ynashni bilgan. Men nima qo'yda, siz nima qo'yda? Siz qachonmi cho'ng bo'lasiz? Siz o'yiningizni o'ynayvering. Meni uydagilar boshqalarga berib atmoqchi. Siz mushunda qarab turavering. Men boshqalarning bo'lib ketay. Yo'q, men boshqalarning bo'lib ketmayman. Unda qilolmayman. Men boshqalarni erim deb e'tirof qilolmayman. Bo'lmasa men o'lib ketaman. Men o'lib olaman. Seyda, dadangiz o'zim deyman. U mana amroq. U bizning ishimizga cho'qim qo'shiladi. Menga degan o'zimning foydasi berib dadamdan meni so'ra bilan. Men sizni yaxshi ko'raman. Menga ishini. Meni tashlab ketmayman-da. Menga va'da bering. Men sizsiz yashay olmayman. Sizga va'da beray. Men sizni yaxshi ko'raman.
Nim bo'ldi? Bugun boshqacha bo'lib qolsan-ku. Mening sizga deydigan gapim batdi. Qani, dava. Men Abdulla aka, mening Saida bilan to'y qilishimga qo'shilgan bo'lsangiz. Nima? Asli sening niyating muqam ugunish emas. Boshqa maqsading bor ekan emasmi? Bugundan boshlab mendan muqam uguniman deb ovora bo'lma. Men muqamni chin ixlosi bilan ugunadiganlarga ugutay. Sen bugun bu yerdan ket. Saida bilan ikkinchi ko'rishguchi bo'lma. Oldingmi? Sendan mushuni talab qilaman. Men sendan bak umidsizlandim. Men sening mening muqam varisim bo'lishingni umid qilatdim. Sen bu ish bilan qalbimdagi muqamni o'chirvatding. Men hammanglarga bak ishongan. Endi sen bu yerdan ket. Ikkinchi ko'zimga ko'rinma. Saida bilan oxirgi qatim ko'rishib olsam bo'lamdi. Qamlashmaga. Qadrli Saida, sizsiz yashash mumkin emas. Dadangiz bizning ishimizga qo'shilmadi. Bu kash taqdir bizni ayrilishga majbur qilyapti. Yuragimni sizga topshirdim. Uni yaxshi asrang. Men sizni kutaman. Siz meni cho'qim izlab borasiz. Men buni ishonaman. Sizni cho'qim saqlayman. Sizni suyib, sizning sardoringiz. Do'stlar,
Biz bugun bu yerda do'stimiz Ali bilan Saidaning to'yini tabriklayapmiz. Biz ularga chin qalbimizdan baxt tilash bilan birga o ikkisini tansiq taklif qilaylik. Qani, marhamat. Bakamen yollarına, gül tutay kollarına. Bakamen yollarına, gül tutay kollarına. Yürüşey boylarına, söygen yarım gelsen çok. Söygen yarım gelsen çok. Sevinip ben sevinip, sen yerimni sevinip. Sevinip ben sevinip, sen yerimni sevinip. Seni mengü yad edip, seni mengü yad edip. Söygen yayrım gelsen çok. Söygen yayrım gelsen çok. Biz bugundan boshlab yangicha turmushimizni boshlaymiz. Siz bugun bir og'izmi gap qilmadingiz. Balkim siz bu odam bilan qandoqsiga to'y qilib qolgandiman deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Har qanday gap bo'lsa ochiq deyvering. Men yana sizning eng yaqin do'stingiz bo'la olmayman. Lekin men yolg'onchilikqa chidayolmayman. Ya'ni yolg'on ko'ngil bo'lish, yolg'on yaxshi ko'rish degandek. Odam rostchilik bilan Endi uxlasam bo'lamdi. Qandaqroq Saida? Yaxshi uxlabsizmi? Ne bo'ldi? Men bir ishni xato qildimmi? Biz to'y qildik. Er-xotin bo'ldik. Er-xotin degan mushundoq bo'ldigan bo'lsa bo'pti. Sarxon oldingizmi? Nima ish qilyapsiz? To'y qilish degan ikki tanning birlashishi emas, balki ko'ngilning, ruhning birlashishi. Siz hozir nima qilmoqchi? Siz bu to'yni majbur qildingizmi yoki men yalvurdimmi? Yoki boshqa bir sabab bormi? Danga Saida, hozir desingizmi ulgursiz? Yoki bir umr mushundoq o'tib ketmoqchimi? Danga Saida, hozir desingizmi ulgursiz? Men sizga degan yolg'onchilikqa chidayolmayman-da. Menga rost gap qiling Saida. Men sizga yordam qilaman.